Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahrom aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat, Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugungi siz qarshi olgan yangi yoshingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, ilohim Robbim umringizni ziyoda qilsin, tanajoningiz sog' va salomat bo'lsin, hayot yo'llaringizda muvaffaqiyatlar, baxt va omadlar va tuganmas daromadlar sizga hamroh bo'lsin akajon. Rahmat. Shu go'zal ondan foydalanib, oz bo'lsa-da sizni xursand qilaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Loyihamizga sizga atab yozilgan o'ziga xos samimiy tilaklar, tabrik xatlari kelgan edi. Nima deb o'ylaysiz akajon, bu dilnomani kim tayyorlagan bo'lishi mumkin? Dilnomani birinchi navbatda yaqin qarindoshlarimiz, otamiz, onamiz, oila a'zolarimiz, singlimiz, ukalarimiz, akamiz yo'qda. Yaqin kasbdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Mashalloh, albatta yaqinlaringiz ko'p. Barchalarning baxtlariga omon bo'ling. Ko'proq surprizlarni kim yaxshi ko'radi, yaqinlarni xursand qilishni? Biroq bittagina emas, ikkitagina singlim bor. Bittasini oti Gulsara, bittasini oti Dilsora. Surpriz qiladigan kishilar bor. Dilsora bo'lsa kelganimcha. Bugungi go'zal kunda ajoyib dilnomalarni sizga eng sara tilaklarni jamlab qalbingiz sezganidek singiljoningiz Dilsora opamiz, jiyanlaringiz Mustafojon va Imronbeklar, kuyovingiz Muhriddin akamiz birgalikda yo'llagan ekanlar. Rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Doimo Alloh o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Sizdek akalari borligi bilan faxrlanishlarini aytdilar opajonimiz. Akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Samimiy, oqko'ngil, halol mehnat qilib oilasini, yaqinlarini qo'llab-quvvatlaydigan eng aziz, eng qadrli insonlarimdan biri. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Doim qo'llab-quvvatlab kelganlar. Ular borlarki, meni ko'nglim to'q, suyanadigan tog'im bor. Shunday akani bergan Xudoyimdan aylanay. Ota-onamizga rahmat aytaman, chiroyli tarbiya berib, biz jigarlarga mehribon qilib ulg'aytirganliklari uchun deya sizni yaxshi ko'rishlarini takror aytdilar singiljoningiz. Rahmat. Ilohim mana shu tilaklarni singlimizga, otamizga, onamizga, yaqin qarindoshlarimizga, aka-ukalarimizga tilakdoshman, hamrohman. Rahmat sizga ham kattadan. Rahmat, boringizga shukr. Bugun Muhriddin akamiz va singiljoningiz Dilsora opamiz birgalikda ajoyib samimiy tilaklarni jamlab tabriknomani yozishibdi, o'qib eshittirsak maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Suyangan tog'im, qadri baland, aziz akajonim. Bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Akajon, bolaligimdan buyon meni har qadamda asrab, mehringiz bilan, g'amxo'rligingiz bilan har qanday qiyinchiliklardan avaylab olib o'tayotganingiz uchun sizdan bir umr minnatdorman. Qiz bola uchun aka so'zi har qanday bo'rondan himoya qiladigan eng mustahkam qal'a ekanini men aynan sizning timsolingizda his qildim. Har bir quvonchli kunimda cheksiz faxr bilan, qiyin damlarimda esa madadkor bo'lib yonimda turganingiz mening eng katta baxtimdir.
Bugun o'z oilangizning suyukli boshlig'i, shirindan shakar farzandlaringizning qahramon otasi bo'lib, xonadoningizga fayz berib turganingizni ko'rish men uchun cheksiz g'urur bag'ishlaydi. Ilohim, farzandlaringiz, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Uyingizdan qut baraka, tinchlik, totuvlik hech qachon arimasin. Yaratgandan sizga qalbingiz kabi keng rizq, bitmas tuganmas kuch-quvvat va uzoq, xayrli umr tilayman. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Barcha ezgu niyatlaringiz va rejalaringiz ro'yobini ko'rish nasib etsin. Sizdek oliyjanob insonning singlisi bo'lish men uchun Allohning eng go'zal tuhfasidir. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'lib, oilangiz va biz jigarlaringizning boshida hamisha mag'rur va salomat yuring. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin, akajonim. Insonning qadri uning irodasida, mardligi esa ko'nglining pokligidadir degan gap bejizga aytilmagan. Akajon, siz biz uchun ana shunday yuksak qadr egasiz. Alloh taolo taningizga quvvat bersin. Ilohim, eng go'zal kunlar, eng go'zal baxtlarni ko'zlaringiz ko'rib quvonsin. Metin irodangiz, sabringiz oldida ta'zimdaman. Alloh sizni hech qachon g'am anduhga qo'ymasin. Biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Men dunyodagi eng baxtli singilman, chunki meni sizdek akajonim bor. Barchasi uchun rahmat akajon. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Hayot o'tmas, yomg'ir qorsiz. Ishlarimga zo'r madadkorsiz, bu dunyoda yaxshiyam borsiz, jonim akam, jonajon akam. Bir hovli, bir xonada o'sdim. Joni kuyar ko'rsakam ko'stim, suyanganim haqiqiy do'stim, jonim akam, jonajon akam deb chiroyli tilaklarni she'rlar bilan yakunlabdilar. Rahmat, kattakon Allohning o'ziga mo'ladan g'azab etsin. Mana yapganimcha niyatlariga erishsin. Dasturxoniga, aktyorlariga, oilasiga baraka tilayman. Tabriklar yo'llagan farzandlarimizga doimobod tilayman. Farzandlar, oilalari baxtiga sog' salomat bo'ling. Hech qachon unda sharafli ishdan, sharafli kasblar bilan topmang. Rahmat. Tashakkur sizga ham. Haqiqatda samimiy, har bir insonni yaxshilik bilan siylashga tayyor turadigan, duolar bilan qo'llaydigan inson ekansiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mehnatlaringiz, rohatlarini ko'rib yuring. Bugungi surprizlardan kayfiyatlar ko'tarildimi singiljoningizni? Ezgu tilaklaridan. Bugun mashalloh, har doim mana shunday Alloh kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Ota-onangizga, jigarlaringizga anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurgan izhorlaringiz bo'lsa, bugun ayni vaqtda nimalar degan bo'lar edingiz ularga? Bugun axir barcha insonlaringizni, yaqinlaringizni, sizdek mehribonga ega bo'lgan kunlari nima degan bo'lar edingiz ota-onangizga, jigarlaringizga? Birinchi navbatda ota-onamga haqida umra safarlaridan borib keldilar. Mashalloh. Alloh nasib qilgan bo'lsa, katta haj safarlariga borib kelib, xojona bo'lib, tumanimizni, Nog'lon qishlog'ini, Qoraversa, Qashqadaryo viloyatida respublikamizni iftixori bo'lib, xojona bo'lishlarini tilakdoshiman. Nasib bo'lsa, hammaga mana shunday xojona bo'lish nasib aylasin. Oila a'zolarimga, yaqin qarindoshlarimizga salomatlik tilayman. Dasturxoniga qut baraka tilayman. Kasbkorlarni doimo Allohning qo'llab-quvvatlasin. Jamiki Rahmat. Ilohim go'zal duolaringizni barchasi amalga oshsin. Robbim sizga bundan-da ziyodasini tuhfa etsin. Ajratgan vaqtingiz uchun sizga rahmat akajon. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat.
Sizga sog'lik salomat tilayman. Rahmat Ilqor. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Ko'zlaringizda to'lib turar mehringiz, o'zingizga o'xshasin o'g'il qizingiz. G'am tashvishlarim aritguvchi qalqonim, yaxshiyam siz bor baxtimga akajon. Aka desam jo'shib ketar yuragim, uzoq umr ko'ring shudir tilagim. Allohimdan duo qilib so'radim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Bolaligimiz o'tdi bitta hovlida, sho'xliklarim haddan oshdi gohida. Malol olmay ko'targan erkaligimni, yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Betob bo'lsam otamdayin parvona, jon berguday turar boshimda mardona. Baxtim butun qaddi baland qo'rg'onim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Siz bor yuragimda armon yo'q, yo'q. Ota-onam duoda ko'ngil to'q, to'q. Uchar bo'lsam osmonlarga qanotim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon.